Skidkani e'lon qilganimizdan keyin Cobalt chakalarimiz juda ham mazza qilishdi. 31-mayga chakalar ko'pchilik so'rashyapti, hozir pulni tashib qo'yib keyin qildirib olsam bo'ladimi? Akalar iloji yo'q. 31-maygacha bir kun ham cho'zishda iloji yo'q. O'shangacha o'z petrol kiyib olsalaring, maksimal ishlaring hammasini, nima ishlaring bo'lsa hammasini ideal qilib beramiz. Skidkamizdan iloji boricha foydalanib qo'yinglar. Skidkamizga qaranglar, tabloda sud gradsini ko'rsatib berish, ikkita knopkani qo'yib, undan tashqari buni programma bilan ishlatib berish, kalitni zavod qilish funksiyasi, undan tashqari tabloda modifikatsiyalargacha chiqarib berish xizmatlari, olib hammasini 31-maygacha 600 ming so'm evaziga qilib beramiz. Undan tashqari akamizga monitor keluvlar, monitorlarini qo'yib, undan ham tashqari mana bagaj eshik ochish knopkasini ushlab tursalaring, bagajni ochib beradigan palatalargacha o'rnatib berganmiz. Buni nima ustunlik tomoni bor, knopkadan deydigan bo'lsalaring, knopka qo'yadigan bo'lsalaring, xuddi mana bu knopkaga ushlab biron bir korpusi, biron bir plasmassa teshiladi. Birinchi nun tomoni, ikkinchi nun tomoniga keladigan bo'lsa, bagaj doskalaringdan keyin yana bir marta knopkani bosib o'rnatsalaring, yopilmaydigan holatda qoladi. Platalarimiz undaqa holat bo'lmaydi, atkazib qolmayapti. Sinovlarimizdan o'tgan juda ham ko'p reklamalarimda qachonki men reklama qilaman, meni o'zimni sinovimdan o'tgandan keyin, o'zimga yoqqandan keyingina reklama qilaman. Bilasizlar, undan oldingi videolarimda biron marta sud gradsini ko'rsatadigan platalarni reklama qilmadim, chunki juda ham ko'p 10 ta qo'ysangiz 10 tadan 6 ta yo 5 tasi praktik chiqib turadi. Ya'ni ventilator ishlab qolish holatlari, sud gradsini noto'g'ri ko'rsatadi, 5 grads hamma muammolari bo'lib chiqib turadi. O'shaning uchun biron marta reklama qilmaganman, chunki o'zimga yoqmaganligi uchun. Endi qaranglar, bunda hozir mana tabloda sud gradsini ko'rsatadigan qilganmiz. Bu adinkadan bu bir xil ko'rsatadi, allamaydi, ortiqcha muammo bo'lib qolmaydi. Hammasi idealni через kompyuter orqali bo'ladi. Biron bir ortiqcha narsani o'zi mana ruldagi knopkalarga bitta e'tibor berasizlar. Qanaqa mana arasi zazor kelmay qoladi ko'pchilikniki, ochilib qoladi, yo bu tomoni ochilib qoladi, yo bunisi ochilib qoladi. Bundan oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz, zazorlarni biriga bir keltirib beramiz. Kak zavodskoyda qolib bo'lib tushadi akalar. Buni har doim bundan keyin ham aytib kelamiz. Endi monitor qo'yilgandan keyin bilasizlar, monitorda kechqurun o'zi kechqurun emas, kunduzi ham boshqarish qiyin. Ya'ni muzikalarni o'tkazish, knopkani o'zi bosish o'zi sal murakkabroq bo'ladi. Haydab ketadigan paytiga avariya situatsiya olib kelishi mumkin. Bu multimediamiz esa bu narsani oldini olib beradi, xudo xolasa. Bu tomonlarga signallarini qo'yib berganmiz, bagaj plata qo'yildi. Undan tashqari akamiz gazga ham programma qilib berdilar. EcoSport do'g'rizmli programma, benzinga alohida, gazga alohida qilib programmalarini qilib, gazlarni regulirovkalargacha qilib beryapmiz. Tiptronikga olganda o'zi avtomatik skor almashtiradigan funksiyalari, drive'ga olganda eco rejim hammasi idealni bo'lyapti. Bu yerda orqadagi mashinalarni ko'ryapsizlar. Kit uzilmasdan mashinalar kiyotibdi akalar. Sababi juda ham hamyon bo'lib narxlarda qo'yganmiz, klientlarni o'ylagan holatda. Chunki 8 oy bo'libdi, o'zimiz ham uyalga yetib to'g'risi anchadan beri klientlarga o'ylagan holatdan biron bir narsa qilmagandik. Chunki ishlarimiz o'zi shusiz ham skidka qilmaslik ham alhamdulillah ishimiz ko'p. Shuning uchun akalar ulgurib qolinglar, silojni ishlar olmay turibmizda, faqat Cobalt chakalar uchun bor kuchimiz beryapmiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar.